Ahire çempion barlıq geldi. Paxta teriş müsabaqası nəhayət muvaffaqiyətli keçirildi. Bu müsabaqanın təsiri biz oylagandımdan nəhayət yuqori oldu. Bu çempionluq tanlash uchun asli 2 qatimdan tugaydigan musobaqa 4 qatim o'tkazilib saldi. Bundaq bo'lishning o'zimi hamma mayralar uchun odillik uchun. Chunki bu yerdan bir yurtdan 2dan, 4dan, 5dan kelgan do'stlar bor ekan. Bular men bo'lamagandan keyin sallam bo'lar deb bir-birisiga paxtani bergan ahvollar yuz berdi. Ondan keyin paxtani Pokistonmidi deb bir-birisini arziqqan voqealar yuz berdi. Shuning bilan 60 adamni bir yo'ldan biz bir moyaga musobaqa saldik. 60 adamdan 30 adamni to'tay qilib 30 nab qoldik. 30 adamni yeni bir moyaga saldik. Bu 30 adamdan 13 adamni yeb qoldik. Ang oxirida 2 adamdan tam bo'lgani sababli 14 adamni yeb qoldik. Bu bir moyadan jami 675 kilo paxta chiqdi. Bir moyadan. Agarda saymanjini terib qalsak 730 kilo atrofida paxta chiqishda gap yo'q. Mushna qilib musobaqani 14 adam qilib 14 adamni 20 minut paxta terishga musobaqaga saldik. Qolgan to'taylab kelgan adamlar keyindan nazorat qildi. Nazoratda keyindan nechilik paxtani oshirib qo'ygan bo'lsa, keyindagi adamlar terib shu paxtani umuman tergan paxtasidan keyinda qilib qolgan paxtasini evetdik. Moshunda qilib bu 14 adamning musobaqasi nəhayət keskin ep berildi. Bu musobaqada dastlab 2 maydonda ko'ngilsizlik yuz berdi. Chunki bek axlat mehnat yerit qasa jing bosgan bilan paxta teradigan xo'jayinning o'zi paxta zavodiga borsa paxtani olmay qolar ekan. Shunlashqa paxta xo'jayini aşağı o'tirib eng yuqori bo'lganda 2 kilo tuvallaridan 1,5 kilo 1 kilodan bek axlat terishsa degan sababdan ularnikidan ko'lyaptiq. Sizlar ko'ryapsizlar, map kivezlikni o'rnini birinchisini bir moyaga, ikkinchisini bir moyada bu yerga doira belgilab bergan. Doiraga o'zining oldini terib olib, xalqqa yana ters bo'ldi. Shunga eng oxiri kelganda mush mayralarniki u yoqqa bu yoqqa yugurib terganlikning sababi shu. Albatta bu musobaqa bir kun o'tkazilgani uchun tushlik tomoqni o'rlashtirdik. 3-bosqich kelganda bir-birisiga qayli bo'lmas sababdan boshqadan o'tkazamiz deb musobaqani. 3-bosqich epirildi. 3-bosqich jami 20 minut vaqt tegizdi. Bunda 20 minutda eng yuqori tergan adam 12,5 kilo terdi. 3-bosqich tugagandan keyin axlat sababdan 4-bosqich o'tkazilib qoldik. 4-bosqichda kivezning o'zini xaltaga solganda cho'qim pakiz terish kerak. Ammo lekin kivezning o'zini men hammasini pakiz yig'itim demasam bo'ladi. Faqat xaltaga tushganlarni hisoblaymiz. Pakiz teridan terimidan deb uni hisoblashmadik. Musobaqa vaqti 10 minut bo'ldi. Bu musobaqa texnik tez, nəhayət keskin. Hayran qoldik. Ash mayralar o'zini ko'rib qolsa hayran qoladi. Ma suratni bir narsaga solishtirib olmaydi. Bu mayralar amaliyotda buni tez terolmaydi. Ma musobaqaning keskinligidan ashna tez terib bordi. Masalan siz tez yugura olmaydingiz, ittifoqlab kelsa tez yugurgandeklam demoqchi. O'shunda ap berilib musobaqa keskin ep berildi. Eng oxirida 10 minutda eng jiq tergan odamning o'zi 5 kilo terdi. Buningda pokizlik birinchi o'rin turadi. Shu sababdan hammalar kivezlerini jingiltib tutib o'ltadi. Hammasini jinglab bo'lgandan keyin birdan to'kdik buni. To'kish jarayonida asosatan hammalarnikidan axlat chiqib qoldi. Shakal. Bir tal kivezdan 5 tal shakal bo'ldi ekan. Ashdan bir tal chiqib qolsa hammalar o'rtaklashib 100 gramdan qo'laydigan bo'ldik. Buningda mush 14 taylarniki eng ozniki 1 tal chiqdi. Eng jiqninki 24 tal chiqdi. Eng jiq tergan odam 5 kilo. Shu hisobda 1 tal shakalga 100 gramdan evetib, hisoblab chiqarib, yenilam eng oxirida 5 kilo tergan qizchaq birinchi bo'ldi. Bu musobaqalar hammadan nəhayət qayli bo'ldi. Bu musobaqani biz ketib berib bekitdik. Chunki mamlakatimizda mush paxta terish musobaqasi to'g'riliq muqim bekitilgan qoida ham mushunga qanday qilsak numur qo'yamiz degan bir qoida yo'q ekan. Biz mush paxta terish jarayonida bir qoidani tuzib chiqdik. Agarda bundan keyingi musobaqa o'tkazmoqchi bo'lgan do'stlar qolsa, mushlardan foydalansa bo'ladi. Biz bu musobaqa qatnashgan jami 62 adam keldi. 2 adam keplam xaltasiga musobaqa boshlanmay turib paxta sevaganlik sababdan ularni naq maydondan shalab chiqaryapti. 60 adam qoldi. Kelgan har bir odamga eng oz deganda 100 yendan pul berdik. Ondan keyin to'qchayniga berdik. Ondan keyin bunun ichidagi 4-o'g'an do'stlarga 200 yendan pul, bir tal defango, bir tal chaynak berdik. Umum qiymatini hisoblab qalsak 400 yen atrofida bo'ladi.
Üçüncü bo'lgan do'stlarga birdan kiralg'u mis medal mis lonqa berdik. Buning umum qiymati 1000 yuandan oshadi. Ikkinchi bo'lgan do'stlarga kumush medal ham kumush lonqa, ikki chaqliq motosiklet. Motosikletning qiymati 3000 yuandan oshadi. İkinci bo'lgan mayerdan ikkisi bor. Birinchi bo'lgan mayerdan bir slamba. Bu mayerga qiymati 8800 yuanlik bo'lgan 3 chaqliq toksikilet ham medal lonqalarni berdik. Bu musobaqa biz o'ylagandan bu Liuliang nihoyat yuqori bo'ldi. Mush kivaz musobaqasi o'tkazilgan mush faoliyatda umum berilgan bizga Liuliang 20 milliondan oshadi. Do'stlar, bizning mush musobaqamizni o'tkazishdagi birinchi maqsadimiz mush mayerlarni rag'batlantirib, bir musobaqa shakllantirib, keskin alat ekilib, kivaz terisi mukofotiga erishdiga degan bir ongni shakllantirmoqchi. Ikkinchi, bizning urug'larimizni tashviq qilmoqchi. Üçüncüden, muşu bizden urukni tersa bir moyadan neçilik çıkıdı degan bir narsani yo'rib bermoqchi. Bizniki bir moyadan qo'ldan terga yani ki 675 kilo çıktı. Semiyenci tersak 700 neç kilo çıkıdı. Bir moyani tergan hesap emas, ha? Masalan 100 moya yer adamniki biz albatta musobaqa o'tkazgan adam ko'proq kivaz o'sgani biz musobaqa o'rlashtiramiz. Umum hesap bilan 650 kilo chiqqan bo'lsa-mu, nihoyat ko'p kivaz izladi. Bizning urug'niki eng yuqori saviyasi umumiy hisobda 683 kilo chiqqan. 200 moyaniki bir yo'ldan. O'sha kivazdan olgan do'stlarga biz texnik jihatdan yetakchilik qilamiz. Qanday do'stlar, sizlarcha mushu kivaz urug'lari bo'lamdiki? Mushundaq urug'lar ishilib baqsam bo'ladi. Texnik jihatdan ko'p qiyinlik qilyaptimi? O'yna texniklik yetaklaydigan urug'larni bo'lsa ishlasam bo'ladi degan do'stlar vaqasanglar bizlar aloqalashsanglar bo'ldi. Bizning aloqa telefon nomerimiz 18 5 9 45 21.